Shvetsariya bayrog'i ushbu go'zal san'at asarida boshqa joyda joylashgan. Ko'rganinglardek, orqa yonda emas, balki tepaga joylashtirilgan Onklot Monster 2 oyoq kiyimida. Ushbu rasvetkani men ancha oldin obzor qildim, shuning uchun qisqagina eslatib o'tmoqchi edim. Qaranglar, qanaqa chiroyli rasvetka bor deb. Onklot Monsterda ikkisida albatta ikkina farqi, asosiysi ham yonida yozuvda, ya'ni yozuv yonga o'tgan ozgina dizaynerlik ishlari bor. Bu haqida detalli gaplashganmiz. Yana 10 logotipi va setka ko'proq yoz-kuz bahorlarga mo'ljallangan oyoq kiyim va nega monsterligini ham уже hamma biladi. Poshnasini qaranglar, qanaqa monster ko'rinishga ega va mana bu logotip kumushroq logotip, ya'ni sal yaltiraydigan logotip. Iplarni ham qaranglar, noodatiy rasvetkalar bilan обработка qilgan, noodatiy ko'rinishda hamda setkali til ko'rayotgan bo'lsanglar. Xo'p, yana nima deyishim mumkin? Yumshoq oyoq kiyim haqida gap so'z bo'lish mumkin emas. Yumshoqligi haqida Monster yumshoqlik shu nomidan kelib chiqargan bo'lsa va narxi $2 dan ozgina balandroq sotilyapti ayni damda. Kimgadir kerak bo'lsa, nafaqat ushbu rasvetkasi, boshqa rasvetkalar ham ko'p Cloud Monsterda, lekin sot xizmat yoki qalin versiyalari hozircha yo'q, lekin kutib qolamiz. Tavsiya qilaman.